Somsa bo'lsa-yu yumshoqqina, xamirlari ozizda erib ketsa, yana kam chiqim osongina bo'lsa-ya, bunaqada bizga kartoshkajon yordamga keladi. Kartoshkani to'g'rab, tuzli suvda qaynatib olamiz. Tovaga esa yog' quyib, piyozni solib, tuz, murch sepib, tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Qaynatilgan kartoshkamizni suvini to'kib yuboramiz va yaxshilab ezamiz. Qovurilgan piyozni qo'shamiz, tuz, ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib, mazali pyure tayyorlab olishimiz kerak. Bizga yana tayyor qatlamali xamir kerak bo'ladi. Xohlasanglar bozordan olinglar, xohlasanglar meni retseptim bilan o'zingizlar tayyorlab ko'ringlar. Silkasini video tagiga yozib qo'yaman. Xamirni yoyib, uzunchoq lentalar kesib olamiz. Pyureni ham uzunchoq shaklga keltirib, buni atrofiga lentani o'rab chiqamiz va duxovka listiga qo'yib tuxum surtib, duxovkada 200 gradusda pishirib olamiz. Va yumshoqqina xamirlari ozinglarda erib ketadigan qatlamali o'zbekcha turkcha somsamiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.